O'zbekistondagi eng qimmat stul yoki aniqrog'i taxt. Vikinglar davri, jasoratli qahramonlar, qudratli urushlar va sirli afsonalar. Taxt aynan o'sha davr hayotini va ruhini o'zida aks ettiradi. Shahardagi bir necha million dollar turadigan uylar ham bu taxtning hashamatiga to'g'ri kelmasligi ko'rinishidan ma'lum. Ushbu taxt mohir ustaning naq 11 oylik mehnatidan keyin aynan shu holga kelgan. Bundagi har bir detal o'ziga xos ma'no aks ettiradi. Taxtning o'ngu so'l va yuqori qismida aynan vikinglarga xos bo'lgan hujumga tayyor bo'rilarni ko'rish mumkin. Bular muhofaza, kuch, idrok va bundan tashqari tabiat va inson o'rtasidagi muvozanatning ramziy ifodasi. Lekin taxtda yanada ko'proq simbolika mavjud. Qilich va qalqon. Bular vikinglarning jang maydonidagi qudrati. Qilich ularning jasorati, qalqon esa himoya va muqaddas o'z yurtlariga bo'lgan sadoqatni anglatadi. Hozir bu taxt nima uchun kerak? Aynan hashamat uchun. Inson o'z darajasini so'zsiz ifodalay olishi uchun. Ushbu taxtni sizning uyingizda ko'rgan atrofingizdagi insonlar sizga aynan o'sha davrning hashamati bilan qarashi turgan gap. Chunki saroylardagi taxt nafaqat qirol o'rindig'i, balki ruhiy qudratning cheksiz manbai sifatida hukmdorlarning ulug'vorligini ko'rsatadi. Va ushbu taxt biz bilgan eng hashamatlisi va eng qimmati. Uning narxi naqd $20,000. Eng qimmatida doim eng qimmatlar tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.